rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem ustazlarımız, peşkademlerimiz, muallim, müderrislerimiz, çoğunlarımız, halkımız, ata-analar, evlatlarımız, okuvchilarimiz hammalarning bugungi bu tantanalik faoliyatimiz mübarek olsun. Vatanimizga, xalqimizga, dinimizga xayrlik ve bereketlik bo'lishini tilayman Alloh taoladan. Aziz qarindoshlar, bugungi bu tantanalik bir sorunda faoliyatda xalqimiz bilan yüztirani uchrashgan bunday bir yaxshi sorunda belki ko'plagan masala ustida dag'dug'iliq so'zlar qilishimiz mumkin. Ama lekin bugungi diqqatimizni bugungi faoliyatimizning doirasidan chiqarib o'tmaslik, bugungi faoliyatining ahamiyatidan chetlab ketmaslik uchun bu qarindoshlarimizning tinimsiz tirishib, mushunchalar bir yaxshi faoliyatni, xalqimizning istiqbolini, da'voyimizning istiqbolini yetildirish nuqtasidan tirishgan bu tirishchanlikqa markazlashishni asos qilgan holda ikki qiz ko'ngil so'zimni deyman. Aziz xalqimiz, qarindoshlarimiz, biz hammaylar muhojiratda vatanimizdan ayrılgan, vatanimizda 40 milyonga yaqin bir millat bugun ishg'olchi Xitoyning assimilyatsiya va qirg'inchilik siyosatida yo'q bo'lish girdobiga duch kelayotgan bir paytda muhojiratga xalqimizning siyosiy, ijtimoiy ve başka mühim sahalarda, ilmi hizmetlerde kılalaydıgan ve kılıvatkan nurgun işlerimiz var. Ama lakin bunun içinde benim nazarimde en mühimi boğan siyasi hareketimizni, cihadi hareketimizni ve başka ilmi muhakeme, jığın ve hizmetlerimizni terakki kıldırdıgan, menzilge yetişige kapalet kıldırgan birden bir çoğun hizmet, mana bugungi xizmat. Evlatlarimizni, neslimizni yo'qolib ketmaslik uchun bir millat bütün dünya qaylab turgan bir holatda vatanimizda chambarchas bog'langan bir shaklda yo'q qilinayotgan, etnik jihatdan xalqning o'zi yo'qolayotgan, shahar va yurtlarimizning demografik ko'rinishimi yo'qolayotgan, örf odat, medeniyetimiz, dini itikat ve günlük hayatımızdaki kıymetliklerimizden yok kılınayotgan bir paytda muhojiratdagi xalqninki Sharqiy Turkiston davosiga kepillik qildiganligi, Sharqiy Turkiston davosining aşı xalqimizning yo'qolish girdobiga kelib qolgan bir paytda xalqimizni hayotda tutish her xil sabablar bilan xalqaro kuch, xalqaro xalq ammasi davlatlar birliklerini Xitoyning qirg'inchiligidan to'sab qilishga turtki bo'lish, amaliy jihatdan Sharqiy Turkistonning ozodligi uchun qo'limizdan kelishicha har sohada tirishchanlik ko'rsatish ne kadar muhim bo'lsa, bu mavjudiyatimizni muhojiratdagi 3 milyonga yaqin Uyg'ur xalqining, Sharqiy Turkiston xalqininki muhojiratdami etnik jihatdan neslimizning milli örf ve adetlerimizin, kıymet qarashlarimizningki yaşayotgan yerdeki Sharqiy Turkistonlik ve Uyghur cemaatçilikinin sağlam bir millet sifatida saqlanib qolishning hammadan muhim bo'lgan narsa ekanligini bunu qabul qilish kerak. Yani bir xalq vatanda tamamen bir-biridan ayrılgan, aloqa ve münasebetleri kesib o'tilgan, çaresizlarcha ko'z oldimizda yo'qolayotgan bir milletni hür dünyada yaşayotgan xalqimiz, biz o'ylaymiz ki biz hür dünyada yaşayotimiz, xalqancha o'zimizning hayotini kechiralaymiz, bolalarimizni tarbiyalaymiz deb o'ylaydi kimimiz. Amaliyotda hammamiz so'qaqqanlik bilan o'ylasak, albatta qattiq tirishchanlik bo'lib o'tdi. Yalnız Türkiye emas, hamma yerdagi Uyg'urlar o'z xalqining milliy kimligini, örf odatlarini, tilini, e'tiqodini umumiy jamoatchilik o'zining xalqininki jamiyatini qo'g'dab qilishda qattiq kuchayotimiz. Ammo lekin bu tirishchanligimiz bugun bizning tirishchanligimiz bunga yetmayotganligini, alsirab qolayotganligimizni ko'ryapmiz. Yolg'onmi? Hammamiz, men o'zim uyimda, mening bolalarim bor.
Men şunchalar xizmatning ichida qo'limdan kelishicha bolalarimni tarbiyalashga tirishyapman. Mayli o e'tiqodiy jihatdan bo'lsin, axloqiy jihatdan bo'lsin, bir Sharqiy Turkistonlik bo'lish nuqtasidan bil milliy bir shuur bilan saqlanib qolsin deb hatto o'ylab qo'ygan bolalarimiz ko'pincha Uyg'ur tamoqlari yemaydi, yemaydi. Men buni faqat bir misol uchun da'vataman. Deymanki, balam lag'ma yemasangiz Uyg'ur bo'lolmaysiz deyman. Hamburger yeydi, KFC yeydi yoki tost qilib yeydi, shundaymi? Lag'ma yeng Uyg'ur bilan da'vat. Bu oddiy bir gap, ya'ni boshqa marhalalar bor. Nima demoqchi? Biz qo'rqavatimiz bolalarimizdan. Yaşayotgan davlatda erib yerlashib ketyapmiz. Hatto ijtimoiy usullarda yozilgan maqolalar ba'zi kulkilik bo'lsa-mu, ammo ichinishlik tragediyalik bir vaziyat shakllanyapti. Türkiye Uyg'urchisi degan bir narsa chiqdi. Türkiye Uyg'urchisi. Buni hammanglar bilasizlar. Men nihoyatda gapni diqqat qilib gap qilmasam, o'laroq deyib sanmay deb, yana o'zimga nihoyat diqqat qilishga tirishyapman. Bu ko'zimiz ko'rinayotgan, hech qanday muhim emasdek ko'ringan bilan bir millat yo'qolib ketyapti. Vatanda Xitoyning qo'li bilan, pichoq bilan yo'qolayotgan bo'lsa, chet elda o'z roziligimizdan mast bo'lgan rohat yo'qolib ketyapmiz. Ma bekara xatarkin. Buning uchun aileler elbette tirishchanlik qiladi. Ota-onalar elbette qo'ldan kelgan tirishchanlik qilib, shunga bugun bu yerda uchrashibmiz. Ammo lekin biz bunu kollektif bir şekilde hal qila olamiz. Mumkin emas. Yalnız hech kim o'zining bolasini uyga tiqib tarbiyalanmaydi. O'zining bolasini islomiy va milliy shuur bilan yalnız yetishtirib, bu sabga qatanmaydi. Jamiyat barpo qilinmaydi ekanmiz. Buni o'rtaq bütün millet, xalq hammasi kollektif bir şekilde ulamoları, teşkilatları, siyasi rehberlik hamma organ o'rtaq birlashgan holda özümüzün diaspora, muhaciret dünyasındaki kimlikimizni, İslami ve milli kimlikimizni, kıymet kararlarımızı koğduğun halde bu dava kat'i ölmeydi. İnşallah hemimiz Şarkı Türkistan'ın azadlık için her vesilini, bütün imkanlarını seferber kılıp inşallah kılıyoruz. Ama bu yol pek uzun yol. Arzu kılımız ki en kısa vakitte, belki kila heytkişe her bütün faaliyette bu da uçraşkanda bayraklı Şarkı Türkistan'da Kaşkaya'da, Ürümçi'de, Lepil'de dışına arzu kılış bilen dağıdığılık sözünden ayaklaştırıyoruz. Körüyoruz ki sakallarımızla, çaşlarımızla akçırıyoruz. Biz mi çoğun oluyoruz? Yaşlar mı çoğun olup kendimizden geliyoruz? Bu vallahi ertesi bizim işimiz geliyordu. Biz vatanda kindik kınımız vatanga tökeldi. Bunun açıkını his kılımız. Ama bu vallahi çoğun. Türkiye'de, başka devletlerde kindikini tökülgen, vatanның kuşpırıqını titimigan, vatanның tuprıqını durmagan, Xitayning çırayını seskinişlik, jirginişlik çırayını kömegen ve kögen bolsun kichik kelip ve yerleşken bu balalarımızın istiqbali nim boludu. Bulardı şu fırak, şu hassasiyet bizdeki açık, bu gurur, bu vicdan, bu titreş, bu kelbisini görelimizler. Onun için biz bu balalarımızla şu muhacirette ben tolu deyme muhaciretteki halk Nuh Aleyhisselam'ın kimisideki Şarkı Türkistan'daki mevcudiyetinin kefaleti bo'lganligi için davanın to'xtab qolmaslığı, bayrakni qo'ldan qo'lga ilib mağdıgan bu nesil bo'lganligi için bunun qarta ilib boradigan faaliyet menimcha eng muqaddas faaliyet, eng muqaddas tirishchanlik. Bunun qarta jihadi ruh bilan mana bu narsani biz jihad qilyapmiz deb bugungi sharoitda buningga maddi imkoniyat, ma'naviyat, adam kuchi, aql kuchini mushu ishga eng qattiq bir shaklda safarbar qilgan chig'imizda bu davoni istiqboli parlaq bo'ladi. Sharqiy Turkiston cho'qim ozod bo'ladi. Va oxiri davona alhamdulillah.